Salam ekran aldırki qadrli dostlar. Tarım Namaz programması arqılıq yeni sizler bilen yüz görüşkənlikimdən tulum xoşalman. Mən proqramın riyasətçisi Güzade. Şinjan Könək Fən Texnik Çəklik şirkəti Körgü Media bilim tarqatqan Şinjan Saray Yemək İçmək Mülazimət Çəklik şirkəti tacadarlığıdakı Tarım Namaz programmasının bugünkü alaylı sanığa dostumuz Mərdan Qavulunu təklif qıldıq. Mərdan proqramımıza xoş gəlibsiz. Rəhmət. Salam ekran aldırki barcha əziz görünməllər, qarindaşlar, əmanlarga dostlar Mərdan Qavuldan otluq salamlar olsun. Ondaq bolsa Mərdan bilan tanışıb ötdük. Mərdanın naxışlarından ekran arqılıq hamımız birlikdə huzur alaylı. Sakladım uzak, yüzüm kaldı, gelmedin bırak. O salımga kıldın takaza, otlarında çektirip bırak. O salımga kıldın takaza, otlarında çektirip kırar. Ketken peti gelmedin dina, didarını minindin aya. Xiyalımdın çıkmadın asla, sığındırıp yürekni kıyna. Xiyalımdın çıkmadın asla, sığındırıp yürekni kıyna. Güzel günler buldu əslime, yürməkdi mən şu canı oyla. Güzel günler buldu əslime, yürməkdi mən şu canı oyla. Yürməkdi mən şu canı oyla. Mərdan sizdeki nurgun naxışlarınızı, nurgun ekranlarda, səknələrdə gördük, anladık. Bugün şu səknimiz arqalıq dostlarga özünüz doğrusu bir qısqa düşənt verib ötəmisiz. Buldu. Özümni qısqa tushuntirib o'tsam, şu san'at sohasiga nima sababdan kirib qoldim degan to'g'risida. Men kichigimda aqlimni bilsam, bizning oilada naqsh muzika, muqam, anandan keyin oilamizda har xil
çalgı asbaplar asosan to'liq keldik. Maktabda yenib uyga kirsam cho'ng dadamning chog'ini ko'rdim. Ba'zi dadam chaldi. Meniki dadamning ochilari degandek nevra kullarim asosan ashtaq chaldi keldik. Çalanmaydigan az son egalardi endi. Shu kichigimdan shuni anglagandan shu o'yda turib, shu anglash jarayonida menga shu singib qolgan gap. Singib qolgandan keyin men o'zimni shuningga barabar qiziqib qoldim. Alningni ko'raverib. Taxminan 7-8 yosh vaqtlarimda tamburni dastlab qo'limga oldim. Tamburni qo'limga olib, tamburni o'zligimdan o'zim o'qimay qoldim. 1-2 yil jarayonida chelishni o'rganib oldim. O'rganib dadamga cheppadim. Ondan keyin maktabning sayonlarida cheppadim boshlang'ich. Yaxshi, shularning yaxshi bahosiga erishdim. Ondan keyin oilamdagilarning dadamning bo'libmi, mush kasbda o'qitmay boshqa kasbda o'qitish bo'lyapti meni. Masalan, o'qituvchilik deymiz, doktorlik deymiz, shu kasbda o'qitish orzusi bor ekan. Ammo meniki qiziqishim san'at o'qishga. To'liqsini bitiribman, zot o'qiyman deb dadamga shu taklif fikrini berdim. Dastlabda qo'shilmadi, undan keyin men zot o'qiyman deb kirishib turgandan keyin o'qisang o'qi deb Oqsuv maktabga ketdi. Akagandan keyin meniki cho'ng dadamning orzusi men naqsh kasbida o'qiyman deb bo'lgan. Yo tamburda o'qiyman, ikkisidan birisi o'qiyman deb bo'lgan. Cho'ng dadamning orzusi g'ajakchi bizning oilada bir g'ajakchi bosh bo'ldi deb, qashanda o'qish bo'ldi. Bu sizmi yuqori, muzik sizmi yuqori buning. Ma'lum naqshlarni aytib berdi, muziklarni chep berdi. G'ajakda o'qish bo'ldi bu deb cho'ng dadam shu taklif fikrini berdi. Cho'ng dadamning fikri bo'yicha g'ajakni qo'limga qilib shu kasbni 3 yil o'qib bitirdim. Bitirgandan keyin avvatni oylik ko'makchi ishladim. Ta'rim naqsh usulimga kirib ozroq ishlab yana o'qish, yuqorilab o'qish orzusi paydo bo'ldi-da menda. Bo'lgandan keyin san'at shu yerda o'qisam bo'ldi, san'at institutida deb dadamga shu gapni dedim degandan keyin bo'ldi dedi. Shuning bilan san'at institutida imtihon berdim, imtihon berib 7-5 yil o'qidim. Yine shu davomli g'ajak kasbida o'qidim-da, yo'qdim. O'qib bitirdim. Shu o'qish jarayonida andan keyin menda naqshga bo'lgan bir istak paydo bo'ldi. Shu Jungjuandan boshlab paydo bo'lgan, bakroq kuchaygan vaqti shu. Bir tarafdan anchaldim, bir tarafdan naqshini bakroq mashq qilib ketdim hamda g'ajakka qaraganda. Kasbimdan mening qiziqqan bo'g'ish qiziqib ketib, buningga bak qiziqib ketib, shuning bilan naqsh kasbidan tashlab qo'ymay, tang yapmandim. Shuning bilan lekin bugun kelib qoldim. Naqsh bo'lib qoldim. Naqshchi deb atab qo'ysak bo'lmaydi. Ansam sinirg'in chalg'ularni bakya voyaga yetkazib yaxshi chalalayotgansiz. Bundan boshqa bilishimcha sizning ilgari ijodiy naqshlaringiz bo'pti. O'zingiz ijod qilgan, o'zingiz o'rinlagan naqshlar bo'pti. Bir qancha yillar bo'ldi. Sizning hech bir ijodiy naqshlaringizni almadik shunda bir asarlar bormi? Ya xizmat oldirishchilik bilan vaqtingiz yetmayotgandi. Men haqiqatan 1-2 yil bo'ldi hozir yangi naqshlarimni e'lon qilmay qoldim. Bundan sababba orliqda turmushlik bo'ldim. Turmushning alakchiligida bu sabablar bilan oila naqshlari bilan davomlashtira olmay qoldim. 1-2 yil bo'ldi. Lekin ko'nglimda bor, chuqum qilaman. Chuqum yaxshi texmi, yaxshi naqshlarni vujudga keltirib xalqimizga sunaman degan orzuyim, istikim texi bor. Turmushim biroq tartibga tushib, yangi to'y qilgan bo'lg'achqa hamda. Tartibga biroq tushdi hamda planim shu. Yangi naqshlarni ijod qilib xalqimizga sunish. Amardan sizniki naqshlaringizni olsam, asosan shu lirik muhabbat naqshlari etishingizda bir sabablar bormi? To'liq hozir tushuncha versam, men kichigimdan tortib lirik naqshlarni anglashni, aytishni bak yaxshi ko'rardim. Endi birisi bu lirik sho'x deganda bu odamning mijoz xarakteriga boqadigan munosabatlikka bu-chu. Ba'zi sho'x bolalar asosan sho'x naqsh aytishga amroq keldiga, mijoz yig'irroq bolalar lirik naqshni ko'p aytadigan. Men bash kichigimdan tortib lirik naqshlarni ko'p anglashqa, menga sinib qopti shu xil uslub. Shu men yaxshi ko'radigan cho'lponlarimizning mijoz xarakteri, sandagi qiyofati menga sinib qolgan bo'lg'achqa,
Hozirmi shu yo'ldan qaytolmay, izchil shu lirik naqshiga bo'lgan hissiyotim bekroq kuchli shunga. Shu lirik naqshni ko'proq aytaman. Lekin hozir ma jamiyatimizningki sho'x naqshiga ehtiyojim bek kuchli ketib bordi. Shu bu qatim yangi naqshlarni e'lon qilganda usulliq naqshlarni, sho'x naqshlarni asos qilib, lirik naqshlarni qo'shimcha qilib mush yo'lda maqmoqchi buniki. Ilgari o'zingizning xarakterini bayqab olg'achqa, bu mushtarak naqshlar mos keldi deb, shu naqshlarni sinab, shu naqshlarni aytib, lirik muhabbat naqshlarni aytishni asos qilgan bo'lsangiz, bundan keyin o'zingizda yana bir olqish paydo qilib, yangi naqshlarni aytbaqay, sho'x naqshlarni aytbaqay deb o'ylabsizda. Bo'ldi. Naytib bu yoshlarga nisbatan o'zimizning xarakterini bayqashdan boshqa o'zimizning alaylikni har vaqt bayqab, yangi narsalarni o'rganuvchi o'zimizga ortiqchiliklarni joriy qildirsak ham yaxshi deb qarayman. Madan hamda mush atrofimizda hozir nurg'ulg'an yangi klublar, kechki klublar maydonga keldi. Bu klublarda nurg'un yangi shu tor cho'lponlar yetdi. Maydonga keldi, nurg'un bolalar shu sahna orqali qildi. Endi sizmi shu klublarda xizmat qilish jarayonida nurg'un yoshlarga yangi naqshlarimizni sunib, xo'shalik ato qilyapsiz. Endi uzun mezgilli klublarda xizmat qilish jarayonida sizning his qilganlaringiz nima? Klublarda xizmat qilish yoshlarga nisbatan qanday bir ijobiy roli bor deb qaraysiz? Demişim men klublarda ishlayotgani taxminan 15 yillar atrofida bo'lib qolibdi. Mening his qilishimcha hamda hozirgi artistlarimizningki, naqsh bo'lib naqshchilarimizningki, usulchilarimizning asosli kirim manbasi mush klublar bo'lib qoldi. Buningki yaxshi tarafi shu. Iqtisodiy jihatdan naf berdi deymiz. Yana birsi bu klub bizningki dastlabki sanimiz hisoblanadi. Bu o'zi hamda ekranlarda dayad kurdan san olmuşmu? Pastda nurg'un tomoshabinlar va o'zi kichik tipdagi bir sahna deb qarsak bo'ldi buni. Sal qarashib bo'lmaydi deb qarayman. Buningki jafoliq tarafi hamda biz shu kechalar xizmat qilgan bo'lg'ashqa gayda tongma etib ketdi. Gayda asosan kashqalimiz oyliga. Uxlaydigan vaqtimizmi bir qadar kecha. Asosan klubdan qaytgandagi uyqu kelmaydigan, charchash ig'ir. Shu sababdan uxlayolmay tongma etib ketdi. Kunduz uxlaydigan, kechasi harakat qiladigan bo'lib qolgan ishlar bek ko'p. Asosan naqshbonlarda bor. Asosan naqshchilda bor bor. Jafoliq tarafi shu. Ammo shu yaxshi tarafi bayaman degandek, undan sirat ko'ngillik, yana birsi bizni saniga ko'ndirdi. Bizning mashq maydonimiz deyishki bo'ldi buni. Ayada masalan Konsayga chiqsak, tuyuqsiz chiqib qilsak, damalliq gap so'zlarni qilib olmaydi, jiddiylikimiz titraymiz. Asanilda shu bizga paylan qiladigan bir o'rin desak bo'ldi. Ashada nurg'un mashqlarni, gap so'zlarni mashq qilib olamiz. Harakatdaymiz. Bizga foydali taraflarmi bor. Hisobda kasb jihatda ilg'ilishinglar yana to'g'ri. Chiniqtirgan bir yaxshi sahna deb qaraysiz. To'g'ri, bundan keyin hamda nurg'un artistlar, nurg'un naqshlar yaşlış mağdada, muşulun hodun kim tug'ilganlar aslında yaşlar oldu. Muşulaga endi muşunda sahneler lazım. Maxsus ekran orqali yoki ma'lum bir cho'ng sahnelar orqali tunlish fırsatlarım bo'ldi. Ammo o'sib yetilish jarayonimizda mushundaq bir erkin sahnaga ehtiyojimiz bor. Amardan o'zingizki shu ko'z qarashlarni yaxshi o'tirib qo'yib o'tdingiz. Endi sizning bundan keyingi arzu armanlarınız, planınız ustida azroq to'xtalib o'tamiz. Bo'ldi. Meningki bundan keyingi arzu armanim planim bo'lsa, hozirgacha mush kasbni qilib mushakkabdiman. Endi chuqum buni oxirga chiqmasam bo'lmaydi. Chuqum oxirga chiqmaydigan bir nishonim bor. Men bu nishondan chuqum yanmayman. Planim bo'lsa, mush yildan boshlab endi bu planni amalga oshirishga tirishim. Yangi naqshlarimning oyda birini ulanmaganda 3 oyda birini yangi naqshlarimni e'lon qilib, shu xalqimizga sunib, shularni ma'naviy jihatdan xo'sh qilish orzuyim bor. Bundan keyingi
kasbiy hayotınız, turmushingiz ham ko'ngillik bo'lsin, ijodiyatlaringiz ham rivojlansin, nurg'un yangi ijodiyatlarni qilishingizga tilakdoshligimni bildiraman. Balki mehron oldik do'stlar, sizning naqshlaringizni anglab ham shu naqsh etadiganlar mal o'xshaydi deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Ammo sizning shu keyin o'zingiz ijodiyat qilib, o'zingiz naqsh o'rinlaydigan ham shu san'atga maqsad o'qiganligingizni nurg'un to'rdoshlar bilmaslik mumkin. Siz ilgari shu yangi nava programmasida natijaga erishganmi deyman. Shu natijalaringizni e'lami esimizda turibdi, ustozlarniki yaxshi bahosir erishgandingiz. Buningki kasbiy ishlaringizda ham ko'ngillik bo'lsin, turmushingiz ko'ngillik bo'lsin. Rahmat. Vaqt munosib bilan bo'lsam programmamiz oxirlash oldi turibdi. Shinjang Ko'ylak fan texnik texnik shirkati ko'rgi media bilan tarqatgan Shinjang saroy yemakchilik mulozimatchilik shirkati tajridorligidagi ta'lim namoz programmasiniki bugungi alohida sonmi vaqt munosib bilan oxirlash oldi turibdi. Keyingi sonimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.